Prositi turar joy kompleksidan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Marhamat, ichkariga video obzorni ko'rib boramiz. Kvartiramizni ichiga yetib keldik. Kvartiramizni koridorga o'tiribmiz. Koridorimiz juda ham shinalgina, yo'roq bilan shunday kelsangiz agar o'zingizga to'xtatadigan qilib remont qilingan. Ya'ni dizaynsiz remont qilingan. Kirganimizda barcha xonamizga alohida kirib bo'ladi. Demak, ustma-ust kirib bo'lmaydi. Birinchi xonamiz mehmonxona qismi. Mehmonxonamiz ham juda ham katta razmer, o'ziga 5 razmer tashkilotlarda oyoqdagi qimmatsan gilamlardan tepadan 1,5 metrlik gigant lyustralar qilib qo'yilgan. Bu yoqda esa televizor tashkil qilingan 15 razmerli smart televizorlar qilib qo'yilgan. Va yetmaganiga mana shunaqa ikkita panoramik katta gigant derazalar qilib qo'yilgan. Derazadan tashqariga qarasangiz agar barcha chiroyli binolar sizga ko'zga tashlanadi. Va kattagina o'chiq balkonimiz bor. Kelsangiz agar o'zingiz ko'rasiz, bu yoqda barcha sharoitlar qilib qo'yish mumkin. Barbekyu, shashlik zona, o'tirish zonasi, xullas hammasiga joy yetadi. Bu yoqda ikkita xususiy maktab bor. Xudo xohlasa farzandlaringiz mana shu yoqda kelib o'qishadi. Sizga nasib qilgan bo'lsa. Bu yoqda ham ikkinchi tomon beklarni beradigan chiroyli mana shunaqa zamonaviy binolarni ko'rib, ba'zan qilib dam olib o'tirishingiz mumkin. Mehmonxona mana shunaqa chiroyli betga ega. Ikkinchi xonamiz oshxona. Oshxonamizdan 3 qavatli chiroyli mebellar qilib qo'yilgan, hammasi joy-joyiga, hech qanaqa ortiqcha narsalar qilinmagan. Moyka, gaz, vitishka, kir mashina, xolodilnik va bu kontrnet katyorlar gazlarigacha ulanib qo'yilgan. Kelsangiz agar gazni ham yoqib ko'rsataman. Bu yoqda ham mana shunday panorama derazalar qilib qo'yilgan. Oyoqda ekan chiroyli mana shunaqa laminatlarni Utsiki klassik deyiladi. Shunaqa laminatlar qilib qo'yilgan. Va qimmat bu yoqda ham qo'llar hammasi qilib qo'yilgan. Eshiklarimizga e'tibor bering. Magnit durshkalar hammasi zamonaviy hozirgi trenddagi eshiklar qilib qo'yilgan. Va bu yoqda aytgancha kvartiramizda ikkita sanuzel mavjud. Bu birinchi sanuzel, umumiy sanuzel. Sanuzelimiz o'g'li Eron mahsulotlaridan, qimmat aksessuarlardan foydalanilgan. Bunlarning to'plamasi bu ham ixchamlikdan bu hamma narsa jo'natilishi bo'ladi. 2 qavatli kravat, shifonier, parda, hamma narsa sig'dirsa bo'ladi. Bu yerda panorama televizor bor. Va uyimizni kattalarga o'xshaydi kombinatsionli aboylar bilan remont qilib qo'yilgan. Tepalarimizda chiroyli mana shunaqa klublar aylanib, har xil yonadigan lyustralar, bu yoqda bizga beruvchi va panorama derazalar qilib qo'yilgan. Derazamiz bu yoqda ikkitalikdan. Bu yoqda stroyli shkaflar, barcha jihozlar sirat degan umiddaman va o'zini samo'zi qismiga ega. Bu yoqda qimmat Eron kafelardan foydalanilgan. Lekin unitaz qimmat aksessuarlar foydalanilgan. Haqiqatan Eron kafelari juda ham boshqacha chiqadi. Videoga qanday chiqadi bilmayman, lekin kelsangiz agar boshqacha ощущениyaga beradi. Kvartiramiz kimga yoqqan bo'lsa, kvartiramiz 3 xonali, 4-qavatda joylashgan, 9 qavatli, monolitli, elitli domlar 4-qavatda joylashgan. Narxi qizg'in narxiga keladigan bo'lsak, narxi 76.500 dollarga baholanadi. Yana kelsangiz agar o'zida savdolashib, siz bilan savdolashib beramiz. Kvartiramiz faqat naqd pulga sotiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing, ehtimol keyingi e'lonlar aynan siz xohlagan uy bo'lishi mumkin.